Samimiy sadoqat bilan o'tkazgan muborak Ramazonimizda hammamiz tirishchanlik ko'rsatdik. Lekin o'ylab baxdingizmi? Amallarimizning qabul bo'lganligining eng cho'ng alomati nima? Bundaq kishilardan shuni so'raymizki, ey Ramazonda o'zingizning ibodat qiladigan, itoat qiladigan Rabbi borligini bilgan kishi, Ramazondan keyin qandoqmi uni unutib qoldingiz? Allohga ibodat qilish vaqtliq emas, ömürlüktür. Esingizde bolsunki, barlıq oylarning, barlıq kunlarning, barlıq saatlarning egisi bir Allah'tır. Ramazanning Rabbi, Şevvalning mu, Zulheccining mi Rabbidir. Yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. Samimiy sadoqat bilan o'tkazgan muborak Ramazonimizda hammamiz tirishchanlik ko'rsatdik. Kechalari qiyomda turdik, kunduzlari ro'za tutdik. Hammamiz amallarimizning qabul bo'lishini, tirishchanliklarimizning bekorga ketmasligini umid qilyapmiz. Shundoq emasmi? Lekin o'ylab baxdingizmi? Amallarimizning qabul bo'lganligining eng cho'ng alomati nima? Bu alomat Ramazondan keyinmi yaxshilik yo'lida davomli mengishimiz, ibodatga bo'lgan shu qizg'inligimizni yo'qotmasligimiz, farz vojiblarni texmo astoydil ado qilishimiz, namozlarimizni masjidlarda jamoat bilan o'qishimiz, yaxshilikqa texmo mahkam esilishimiz, yomonlikdan texmo yiroq turishimizdir. Aksicha bo'lganda Ramazondan keyingi ahvolimiz ilgirkidekla yoki texmo nacharlashsa, ibodatlarga sal qarab, farz vojiblarni ado qilishda hurullik qilsak, harom ishlarga yana qaytsak, biz haqiqiy ziyon tortquchilardan bo'lib qolamiz. Bundaq kishi ibodat, barakat mavsumida vaqtni qadrlamagan, rahmat, mag'firatga erishish fursatlarini qo'ldan berib qo'ygan, oqibati ig'ir ahvolga tushib qolgan kishidir. Aziz qarindishim, Ramazon oyi musulmonlarning ibodatga ko'nishining, yaxshi amallarni qilishda musobaqalashishining ulug' maktabi edi. Musulmon kishining bu muborak oyning oxirlashishi bilan ibodatni tashlab qo'yishi, faqat Ramazonda Allohni aslab ibodat qilishi nihoyatda echinishli va qabih ishdir. Undaqda bu maktabning darslarini faqat 30 kunla o'qib qo'yib, tashlab qo'yishga bo'lamdi. Bundaq kishilardan shuni so'raymizki, ey Ramazonda o'zingizning ibodat qiladigan, itoat qiladigan Rabbi borligini bilgan kishi, Ramazondan keyin qandoqmi uni unutib qoldingiz? Ey Ramazonda masjidlarni to'ldirib, Qur'on o'qigan kishilar, Ramazondan keyin masjidlar sizlardan nimishqa bo'shab qoldi? Qur'onni nimishqa tashlab qo'ydinglar? Ey Ramazonda 5 vaqt namozni masjidlarda ado qilishning fazilatini bilgan kishi, Ramazondan keyin buni qandoqmi unutib qoldingiz? Ey Ramazonda oldingizda jannat, tuzaq, mukofot jazoning borligini bilgan kishi, Ramazondan keyin buningdan qandoqmi g'aflatda qoldingiz? Ba'zi salaf olimlarimiz bundaq kishilarning ahvoli haqida so'ralganda, faqat Ramazonda Allohni tuniydigan kishilar nima degan yomon qavm deb javob bergan. Aziz qarindishim, Allohga ibodat qilish vaqtliq emas, ömürlüktür. Esingizde bolsunki, barlıq oylarning, barlıq kunlarning, barlıq saatlarning egisi bir Allah'tır. Ramazonning Rabbi, Şevvalning mu, Zulheccining mi Rabbidir. Musulmon kishi har vaqt, har zaman, har doim Allohga ibodat qilishi, gunohlardan yiroq turishi lozim. Bu haqda Alloh taolo bizga va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sana ajal kelganga qadar Rabbingga ibodat qilgin deb buyurgan. Buning ma'nosi butun umringda toki ajiling kelganga qadar Allohga ibodat qilishni davomlashtirgin deganlikdir. Bu ibodat hech qanday bir oyga yoki bir mavsumga cheklanmaydi. Chunki insonning hayoti Allah'ның mülki. Allah o hayatning o'zining itoati, ibadati bilan to'ldirishini xohlaydi. Alloh taolo yana qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Aytqinki, mening namozim, mening ibodatlarim, mening hayotim, mening mamatim olamlarning Rabbi bo'lgan Allah üçündür degan. Bu ayet bizning bütün mevcudiyetimiz, her nefsimiz, her hareketimiz, hatta ölümümüzmü Allah üçün bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Hayotimiz Allohning roziligi uchun atilishi kerak. Qarindishim, shuni bilingki, kimiki Allohga iymon keltirib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan yo'lda mengib, shirik, kufr, bid'at, gunohlardan saqlansa, Alloh taolo uningga bu dunyoda oxiratda aminlik, xotirjamlik,
hidoyatni va'da qiladi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda "Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu va hum muhtadun." Iymon etgan, iymonni zulm bilan aralashtirmaganlarga aminlik mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir degan. Bu oyat bizga haqiqiy aminlik, hidoyatning sirini oshkorlaydi. U bo'lsa-mu sap iymonni saqlash, uni gunohlar bilan bulg'amaslikdir. Ramazonda poklangan qalbimizni davomli pak saqlashning qimmati intayin zo'r. Islom dunyo va oxiratning baxt saodati, tinchlik, omonlik faqat dinga chin esilish, uning barliq ta'limotlariga amal qilish bilan mumkin. Bu haqda payg'ambarimiz kimiki dozoqdan yiroqlashishni, jannatga kirishni xolasa, o'limi uningga Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan holida kelsin. Hamda insonlarga o'ziga qilishni yaxshi ko'rganini qilsin degan. Bu hadis bizga nijotlikka erishishning sirini o'rgatadi. Iymonni saqlashdagi izchillik, boshqalarga muomala qilishdagi go'zal axloq, Ramazonda yetildirgan bu odatlarni hayotimizning oxirigacha davomlashtirish haqiqatan zarur. Oxirda Alloh taolodan bizni islom ustida yoshitishini, iymon bilan vafot qildirishini, ro'zimizni qabul qilib, haq yo'lda mustahkam qilishini so'raymiz. Amin.